Juda ko'p insonlarga kitob o'qishlik yoki bo'lmasa dars qilishlik bo'yicha tavsiyalar bergan paytimda sifatli dars qila olmaslik yoki bo'lmasa sifatli kitob o'qiy olmaslik to'g'risida juda ko'p shikoyatlar tushadi. Bugun sizlarga sifatli darslaringizni bajarishlik va o'zingizni ustingizda jiddiy shug'ullanmoqchi bo'lgan vaqtingiz nimalarga ko'proq e'tibor berishingiz to'g'risida 8 ta qoidani tavsiya qilib o'tib ketaman va bu qoidalar sizni hayotingizda sifatli dars qilishingiz va sifatli kitob o'qishingiz, o'zingizni ustingizda jiddiy shug'ullanishingiz uchun yordam beradi va yanada yuqumli bo'ladi degan umidimiz bor inshaalloh. Unda boshladik va yana bir narsani shu vaqtda boshlashimizdan avval eslatib ketmoqchi edim. Agar izohlarda sizni aynan dars qilishlikka yoki bo'lmasa kitob o'qishlikka sizdan yanada shaxsiy rivojlanishingiz uchun tavsiya qilishimiz mumkin bo'lgan qanday tavsiyalar va qanday muammolar borligi to'g'risida bizga aytib o'tadigan bo'lsangiz, biz sizlarga bundan keyingi videolarda yanada kerakli ma'lumotlar bilan baham ko'rib boraveramiz. Unda boshladik. Birinchisi, Feynman texnikasi. Eng kuchli usul. Mavzuni o'rganganingizdan so'ng uni 6 yoshli bolaga tushuntirib bergandek kimgadir gapirib berishlik. Tadqiqotlarga qaraganda bir inson birorta bir dars yoki bo'lmasa birorta bir kitobni o'qirkan, uni faqatgina 10% ni eslab qola oladi. Lekin buni kimgadir gapirib berar ekan, uni 90% ni eslab qolish imkoniyati bor. Ya'ni siz birorta bir kitob o'qidingiz yoki birorta bir fan bo'yicha dars qilyapsiz. U darsda jiyaningiz yoki bo'lmasa ukangiz, singlingiz yoki bo'lmasa yaqin do'stingiz hech bo'lmaganda YouTube'da birorta bir kamera oldida o'zingizni obunachilaringizga gapirib berishingiz tavsiya qilinadi. Va bu tavsiya qilinayotgan gapirib berishlik qanday bo'ladi desa, xuddiki 6 yoshga tushuntirayotgandek kichkina detallargacha va juda ham yosh bolaga tushuntirgandek tushuntirib berishlik. Nima uchun? Chunki uni kattalarga tushuntirib beradigan bo'lsangiz, qisqaroq va lo'ndaroq tushuntirasiz. Ko'proq gapirishlik, ko'proq talaffuz qilishlik va ko'proq u to'g'risida o'ylashlik esa sizni esingizda qolishini yanada kuchaytirib boradi. Ikkinchisi, faol eslashlik. Kitobni qayta o'qishlik. Birorta bir kitobni yoki bo'lmasa birorta bir fanni o'zingizni esingizda qolishi uchun jiddiy ma'noda o'qimoqchi bo'lar ekansiz, uni takror o'qishlik tavsiya qilinadi. Bu qanday bo'ladi? Misol uchun, siz bir haftadan keyin topshirishingiz kerak bo'lgan darsni o'qiyapsiz. Bir haftadan keyingi darsni bir hafta oldin o'qiyotgan bo'lsangiz, buni birinchi kun o'qidingiz, 3 kundan keyin yana takror o'qishlikni va darsni topshirishingizdan avval yana takror o'qishlik tavsiya qilinadi. Nima uchun deyiladigan bo'lsa, statistik ma'lumotlarga qaraganda bir inson o'qigan ma'lumotlarni 24 soat davomida unutadi. Va bu unutishlik esa sizni o'sha ma'lumotni yana qayta eslab qolishlik va darsni topshirayotgan vaqtida mukammal topshira olmasligingiz sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizga 3 ga bo'lgan holatida takror o'qishlik tavsiya qilinadiki, yanada esingizda qolsin va yanada mazmunli darslaringizni mukammal tarzda topshiring. Uchinchisi, interval takrorlash. Ma'lumotlarni bugun o'rgandingizmi, uni yana qayta eslab qolishingiz mumkin. Ya'ni hozir aytganimizdek, 1, 3 va 7 kunlarda yana takror o'qing va uni bo'limlarga bo'lib o'qishingiz ham tavsiya qilinadi. Juda ko'p inson kitob o'qiyotgan vaqtida ma'lum bir betgacha o'qiydi va o'qigandan keyin qolgan qismini boshlashlikda avval to'xtagan joydan boshlab o'qib ketadi. Lekin bu narsa tavsiya qilinmaydi. Kamida 5 yoki 10 bet orqaga qaytib, o'sha betlardan boshlab o'qib boradigan bo'lsangiz, keyingi betdagi ma'lumotlar sizga yanada takror bo'lganligi uchun esda qolishligi va tushunishingiz yanada oson bo'ladi. Shuning uchun siz hatcho'p qoldirgan joyingizdan emas, kamida 3-4 bet orqadan boshlab turib mavzuni o'qishingiz tavsiya qilinadiki, yanada tushunarliroq va yanada mazmunliroq darsingizni takrorlab borishingiz mumkin. Ilmiy faktlardan biri nemis psixologi Herman Ibsenning aniqlashicha, biz o'rgangan ma'lumotlarning 70% ni dastlabki 24 soat ichida unutamiz. Interval takrorlash esa bu sizga egri chiziqni sindiradi. Ya'ni sizni takror o'qiganingiz va vaqti bilan o'qib borganingiz sababidan bu narsalar esingizdan chiqmasligi va sizga yanada unutilmas ilm-fan bo'lib qolishiga yordam beradigan usullardan biri. To'rtinchisi, sizga ma'qul keladigan birorta bir tovush bilan eshitishlik. Misol uchun, dars qilayotgan vaqtimda atrofimda shovqin yoki bo'lmasa atrofimda kimlarnidir suhbati bo'layotgan vaqtida o'zimni diqqatimni jamlab olishligim va o'qiyotgan ma'lumotlarim esimda saqlab qolishligi uchun birorta bir tovushni eshitaman. Bu tovushlik telefonda dasturlar orqali yoki bo'lmasa YouTube orqali ko'rishingiz mumkin bo'lgan juda ham ko'p tovushlar bor. Menga yoqadigan tovushlardan biri o'rmondagi shamol, dengizning tovushi, yomg'ir yog'ayotgandagi tovush va shunga o'xshagan birorta bir qushlarning tovushi. Mana shunga o'xshagan tabiiy va sizni ruhan tinchlantiradigan, sizga orom beradigan birorta bir musiqa yoki birorta bir tovushlar orqali o'zingizni tinchlantirib olib va mana shu tovushlar orqali siz kitob o'qirkansiz, xuddiki tabiat qo'ynida, xuddiki o'zingiz yoqtirgan biror bir joyda kitob o'qiyotgandek o'zingizni xotirjam va yanada yuqumli o'qishingiz mumkin. Ayrim insonlar bor, birorta bir kafeda yoki bo'lmasa bookshopda kitob o'qiyotgandagi shovqinlar orqali kitob o'qiydigan bo'lsa, yanada tushunarli va yanada esda qolarli bo'ladi.
sizni esingizda qolishi va o'zingizni mazza qilib kitob o'qishingiz uchun qanday tovush sizga yordam berishini avvalambor aniqlab oling va mana shu tovushlar orqali kitobni va darslaringizni tayyorlab borishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu sizni tashqaridan keladigan har qanday chalg'ituvchi omillardan to'sib qoladigan eng go'zal usullardan biri. 5-si. Blurting usuli. Bu oq qog'ozga oling yoki bo'lmasa mavzu bo'yicha miyangizdagi bor narsani tartibsiz yozing. Bu qanday bo'ladi? Siz birorta bir kundalik yoki bo'lmasa o'zingizni darsingiz qilib borayotgan vaqtida maktab davrimizdagi yoki universitet davrimizdagi konspekt yozish usulida qilishingiz mumkin. Konspekt sizga nima bilan yordam beradi? Konspekt siz yozgan, o'qigan ma'lumotlaringiz oqibatida o'zingizga olgan xulosalaringizni va o'zingizga olgan ma'lumotlaringizni yanada eslab qolarli va yanada mazmunli unga aytib berishingiz uchun yordam beradigan eng go'zal usullardan biri. Oq qog'ozga yoki bo'lmasa birorta bir daftariga har kunlik o'qiyotgan ma'lumotlaringiz haqida xulosalaringizni va o'zingiz taassurotlaringizni yozib boringki, bu sizga yanada eslab qolarli va yanada foydali ma'lumotlar bilan hayotingizni tatbiq qilish yanada osonroq bo'lsin. 6-si. Gidrovatiya va kislorod miyangizni tana vaznini 2% tashkil qiladi, lekin energiyangizni 20% ni ishlatadigan eng asosiy omillardan biridir. Shuning uchun statistik ma'lumotlarga qaraganda suv ichish miyangizni faoliyatini 14% ga oshiradi va har 40 daqiqada xonangizda shamollash eshitsa sizni diqqatingizni 15% ga oshiradigan narsalardan biri. Shuning uchun Pomodoro usuli orqali dars qilishni tavsiya qilamanki, bu oqibatida siz ham suv ichishlikka vaqt topa olasiz, ham miyangizga dam berishlikka vaqt topasiz va eng asosiylardan biri xonangizni shamollash oqibatida diqqatingizni yanada jamlash va o'zingizni ustingizda jiddiy shug'ullanishingiz uchun yordam beradigan eng asosiy usullardan biridir. 7-si. Telefoningizni samolyot rejimiga qo'ying yoki sizni chalg'itadigan barcha omillardan uzoq bo'ling. Atrofingizda telefonni yoki bo'lmasa televizorning ovozi qanchalik uzoq bo'ladigan bo'lsa, diqqatingizni jamlash shunchalik oson va eng asosiysi o'qiyotgan kitoblaringizni tushunish yanada yaxshiroq va osonroq bo'lishiga davom etib ketaveradi. Bu esa sizni jiddiy ma'noda o'sha fanni o'rganishlikka va o'sha fanni esda saqlab qolishingizga yordam beradigan asosiy usullardan biri. Oxirgisi 8-si to'g'ri uyqu. Sifatli dars bu sifatli uyqudan keyin olinadi. Juda ko'p insonlar tunlari uxlamasdan turib dars qilishni yaxshi ko'rishadi, ammo siz uxlamaganligingiz va miyaga dam bermaganligingiz sababidan juda ham ko'p narsani esda saqlab qola olmaysiz va darslaringiz juda ham sifatsiz bo'ladi. Sizga erta tongdan va sifatli uyqudan turganingizdan keyin o'qishga tavsiya qilinadiki, bu sizga yanada esda saqlab qolishlik osonroq va yanada foydaliroq va eng asosiysi gapirib berayotgan vaqtingizda daftarlarga yozib borganingiz, fikrlaringizni jamlaganingiz va miyangizga vaqti bilan dam berganingiz sababidan juda ham ko'p ma'lumotlarni esda saqlab qolishga yordam beradigan asosiy usullardan biridir. Bir narsani unutmang, 8 soat uxlaysizmi, 6 soat uxlaysizmi, eng asosiysi sifatli uyqu va sifatli vaqtni taqsimlash va eng asosiysi sifatli muhit. Bu sizni darslaringizni sifatli bo'lishiga yordam beradigan asosiy unsurlar. Mana shularga yanada diqqatliroq e'tibor beradigan bo'lsangiz va bu odatlarga amal qilar ekansiz, sizni o'qiyotgan darslaringizni esda saqlab qolishingiz ham, aytib berishingiz ham va eng asosiysi hayotingizni tatbiq qilish ham yanada osonlashib boraveradi. Agar video sizga manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, universitetda o'qiyotgan, maktabda o'qiyotgan yoki bo'lmasa universitetga tayyorgarlik ko'rayotgan barcha insonlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda, layklarda sizning izohlaringizni va bizga bergan mukofotlaringizni kutib qolamiz va shu orqali obuna tugmasi bilan bosishlik oqibatida siz yanada mazmunli va yanada foydali videolarni bizdan kutib qolishingiz mumkin. Biz sizga foydali ma'lumotlar berishdan charchamaymiz, siz esa bizni kuzatishda davom etasiz degan umiddamiz. Salomat bo'ling.